Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəbərlərimizin təfsilatında bolsun. Dünya Uyghur Qurultayı vətənimiz Şərqi Türkistanның Xitay tərəfindən besilingan müstəmləkə ostidagi dövlət işgənligini xalqaro jamoatchilik e'tirof qildirish və bu vaqtda Amerika başçılığındakı bəzi g'arb demokratik ellərning parlamentlaridan maxsus qaror qabul qilinishini qo'lga keltirish uchun jiddiy harakatga o'tdi. Vətənimiz Şərqi Türkistanның Xitay tərəfindən besilingan müstəmləkə ostidagi dövlət işgənliginin siyosiy, tarixiy və qanuni asosini turg'izib chiqish və bu vaqtda xalqaro o'lchamlarga mos holda doklad hozirlab chiqish uchun Dünya Uyg'ur Qurultayining yetakchiligi bilan Uyg'ur va chet ellik tarixchilar, qonunshunoslar, strategiya mutaxassislari, advokatlar va tadqiqotchilardan tarkib topgan maxsus bir tayyorlik hay'ati qurib chiqildi. Mazkur tayyorlik hay'atining 12 dekabr o'tkazilgan videolog ishki yig'inida Xitoy hokimiyatining atalmish Xinjiang azaldan vatanimizning ayrilmas bir parchasi degan bu safsatisini uzil-kesil chertish uchun ilib beriladigan konkret xizmatlar, Sharq Turkistonning mustamlika tarixi, xalqaro qonun prinsiplar, diplomatik qoida tuzumlar, Sharq Turkiston xalqining mustaqilligi bo'lgan g'oya va orzu talablari qatorliq masalalar haqida tafsiliy muzokara ilib berildi. Dünya Uyg'ur Qurultayi, Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati, Uyg'ur akademiyasi, Sharq Turkiston ulamolar birligi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Amerika Uyg'ur birlashmasi qatorliq 70 dan ortiq tashkilotdan tarkib topgan Sharq Turkiston tashkilotlari hamkorlik munbirining oldingi qitim o'tkazilgan videolog yig'inida yuqorqi maqsadga yetish uchun o'zaro hamkorlik ichida o'rtaq harakat ilib berish haqida qaror elingan va Dünya Uyg'ur Qurultayi bilan Uyg'ur akademiyasi birlashib vatanimiz Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilingan mustamlika ostidagi davlat ishkanligining tarixiy asoslari haqida dastlabki doklad loyihasini hozirlab chiqqan edi. Uyg'ur tarixchilar, tadqiqotchilar va akademiyasiyalar tarafidan hozirlab chiqilgan bu dastlabki doklad loyihasida Xitoyning siyosiy tashviqot organlari va Xitoy ziyolilari tarafidan takrorlanayotgan atalmish Xinjiang Xitoyning ayrilmas bir qismi degan tashviqotining tarixiy reallikka zid va ilmiy asos yo'q bir safsatidan iborat ekanligi va Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilingan bir mustamlika ostidagi davlat ekanligini tarixiy faktlar orqali yoritib berilgan bo'lib, bu doklad loyihasi xalqaro qonunshunoslar, diplomatlar va tarafsiz tarixchilarning ko'rib chiqishiga sunildi. Yevropada atalmish Xinjiang Uyg'ur Abdunum Rayliq partikomining sekretari Chin Chuanguni jazolash sadolari uzluksiz kuchayib bormoqda. 7 dekabr kuni Yevropa Ittifoqi Yevropa Birligiga xos bo'lgan yer shari kishilik huquq jazo qonunini ma'qullagandan keyin Yevropa parlamenti Xitoy munosabatlar vakillar o'mikining boshlig'i Reinhard Bütikofer apandi Uyg'urlar qaratilgan bostirish siyosatining bosh ijrochisi Chin Chuanguning mazkur kishilik huquq mexanizmi bo'yicha jazolanishni xohlaydiganligini bildirgan edi. Uning bu so'zlari Yevropa matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Reinhard Bütikofer bu vaqtda Osiyo xabarlari gazeti qilgan so'zda yana tuvandagi so'zlarni takrorladi. Men Xinjiang partikomining sekretari Chin Chuanguni Yevropa Ittifoqining yangi kishilik huquq mexanizmi bo'yicha jazolashga eng bo'p keladigan kandidat deb qarayman. Reinhard Bütikofer qonunni ijro qilishning navbatdagi vaziyati haqida to'xtalib, Yevropa parlamenti a'zolarining komissiya va a'zo davlatlarning hukumatlari bilan hamkorlashib, kishilik huquq buzg'unchilarining tizimligini turg'izib chiqadiganligini aytgan. Chin Chuangu bo'lsa Uyg'urlar qaratilgan jazo lageri tuzumi, keng ko'lamli ta'qiplash va nopus cheklash qatorliq bostirish siyosatlarining bosh ijrochisi. Shu sababli Amerika hukumatı bu yil 9 iyul Chin Chuangu qatorliq 4 nafar Xitoy amaldorini yer shari Magnitsky qonuni bo'yicha jazolagan edi. Agar Chin Chuangu Yevropaning yangi kishilik huquq mexanizmi bo'yicha jazolansa, uning Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarning har qanday biriga sayohat qilishi cheklanadi va uning bu allardagi barliq mulki to'nglatiladi. Yevropa Ittifoqi yuqorqi qonunni ma'qullashdan burun Dünya Uyg'ur Qurultayining London ishxonasi bilan Erkin Tibet jamiyati birlikda Chin Chuangu cheklansin degan shior ostida bir ijtimoiy targ'ib kompaniyasi boshlatib, Angliya tashqi ishlar ministrligidan Sharq Turkiston va Tibetdagi zulmning bosh ijrochisi, shundaqli jazo lagerlarining bosh jinoyatchisi bo'lgan Chin Chuanguning Angliyaga kirishini cheklashni talab qilgan edi. Ular ijtimoiy taratqularda cheklash murojaatnomasi e'lon qilgandan boshqa yana Uyg'ur va Tibetlarni bostirgan Chin Chuangu Angliyada qarshi e'linmaydi. Angliya Chin Chuanguni cheklash harakatiga o'tishi kerak. Chin cheklansin degan lozungini Londondagi avtobus bekatlarining e'lon taxtalariga, ko'ch-ko'ylardagi tomlarga choplagan. Ular e'lon qilgan o'rtaq murojaatnomada Chin Chuanguning Tibet va Sharq Turkiston xalqi ustidan ilib borgan jinoiy qilmishlari tafsiliy bayon qilinish bilan birga, Angliya hukumatidan Chin Chuanguning yillardan beri Uyg'ur va Tibetlar uchirgan ziyonkashliklarning mas'uliyatini surishtirish talab qilingan. Shundaqla Chin Chuanguni xalqaro kishilik huquqni dafsanda qiluvchilarni jazolash tizimligiga kirgizilish bilan to'xtab qolmay, balki yana uning haqiqiy jazolanish uchun amaliy harakatga o'tishga chaqirilgan. Yahudilarning an'anaviy Hanukkah bayrami munosabati bilan 13 dekabr kuni Dünya Uyg'ur Qurultayi bilan ba'zi Yahudi tashkilotlarining mas'ullarining qatnashida maxsus Uyg'urlar masalasi haqida to'r muhokama yig'ini o'tkazildi.
Markaziy Angliyadagi Ranikasin kishilik huquq tashkiloti tomonidan uyushtirilgan bu qitimqi suhbat yig'iniga qurultayning raisi Dolqin Aysa, qurultay ijroiya komitetining raisi Umar Qanat, qurultay London ishxonasining direktori Rahima Mahmud va bir qism Yahudi tashkilotlarining mas'ullari qatnashdi. Mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining navbatda Uyg'urlar qarata rahimsizlarcha ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligi. Bobmi Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan lagerlar tuzumi bu qitimqi yig'inning asosli temasi bo'ldi. Qurultay rahbarlari yig'inda qilgan so'zda Xitoyning Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, madaniyat qirg'inchiligi, jazo lageri va majburiy emgak silish tuzumi, dinsizlashtirish va naslini quritish siyosati haqida amaliy misollar bilan tafsiliy ma'lumot berish bilan birga, Xitoyning Sharq Turkistondagi bu xil jinoiy qilmishlarining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy qirg'inchilikning oldini olish xalqaro ahdnomasining butun moddalariga tamoman xilof ekanligini ta'kidlashdi va Sharq Turkiston xalqi qarta ilib berilayotgan bu xil irqiy qirg'inchilik harakatiga qo'mondonlik va boshlamchilik qilayotgan Xitoy amaldorlarining cho'qim xalqaroda jinoiy javobgarlikka tortilishi lozimligini, xalqaro jamoatchilikning Sharq Turkiston xalqini navbatda duch kelayotgan irqiy qirg'inchilikdan saqlab qolish uchun jiddiy turda qo'g'dash va mudofaa qilish tadbirlarini yo'lga qo'yishi lozimligini bayon qilishdi. Yahudi tashkilotlarining mas'ullari yig'inda qilgan so'zlarda 2 dunyo urushidan keyin amdi takrorlanmaydi deyilgan jazo lagerlarining oradan 70 necha yil o'tib bugungi kunda Sharq Turkistonda qaytadan o'tirg'i chiqqanligining butun Yahudi xalqini dahshatga tushirganligini, Nazi kamplarining eng asosli qurbonlari hisoblangan Yahudi xalqining bu xil insonlik tragediyasiga asla sukut qilib turolmaydiganligini, shunga turli xalqaro munbarlarda Xitoyning jazo lagerlari tuzumi va irqiy qirg'inchilik siyosatiga qarshi Uyg'ur tashkilotlari bilan bo'lgan hamkorlikni yanada kuchaytirganliklarini ifoda qilishdi. İspaniyaning dunyoga mashhur Barcelona klubining fransiyalik dangliq futbol cho'lpini Antoni Griezmannning Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan chiroy to'ni sistemaga yordam qilayotganligi sababidan Huawei shirkati bilan bo'lgan e'lon va boshqa kelishimlarni tamoman bekor qilganligini jakarlashi dunyo matbuotlarining eng qiziq temalarining biriga aylandi. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi va ko'plagan xalqaro kishilik huquq tashkilotlari orqa-orqadan bayonotlarni e'lon qilib, futbol cho'lpini Antoni Griezmannning bu xil jasurona va insoniy harakatiga opirin o'qidi. Uning bu harakati chet ellarda yashayotgan butun Sharq Turkistonliklarni cheksiz suyundirdi. Futbol cho'lpini Antoni Griezmann o'zining Instagram hisobi orqali bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida Huawei shirkatining Xitoy hokimiyati tomonidan Uyg'urlar qarta yo'lga qo'yayotgan va Uyg'urlarga diqqat deb atalgan yuztunish sistemasini taraqqiy qildirishga texnik jihatdan yordam berayotganligiga doir kuchli gumonlarning o'tirg'i chiqqanligi sababidan Huawei shirkati bilan bo'lgan sherikchilik munosabatlarini butunlay to'xtatganligini bayon qilish bilan birga, Huawei shirkatining faqat bu xil ayblashlarni inkor qilish bilan cheklanib qolmay, insoniy haq-huquqlarning qo'g'dilinishi uchun amaliy qadamlarni bosishi lozimligini ta'kidladi. Keyingi mezgillarda Amerika matbuotlarida Xitoyning insonlarning yeshi, jinsiy va milliy tarkibini aniqlab chiqa oladigan aqlli kamera ijod qilganligini, bu yuztunish sistemasining navoda bir Uyg'urni to'nigan hamon bu ma'lumotlarni darhol soqchi organlarga yetkazdiganligini, bu sistemaning taraqqiy qilishi va Sharq Turkistonda umumlashishi uchun Huawei shirkatining texnik jihatdan yordam berayotganligi bayon qilingan edi. Germaniyaning turk naslidan bo'lgan dangliq futbol cho'lpini Mas'ud O'zildan keyin yana Antoni Griezmanndek futbol cho'lpinining Uyg'urlarni qo'llab ko'krak kerib o'tirg'i chiqishi dunyo futbol sohasida va futbol mastonlari orasida zo'r g'ulg'ula paydo qildi. Ataqlıq milliy rahbarimiz marhum İsa Yusuf Aliptekin apandimning vafotining 25 yilligi munosabati bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi tomonidan 17 dekabr kuni maxsus xotirlash yig'ini o'tkazildi. 1901 yili 12 oyning 17 kuni Sharq Turkistonning Yangi Sarnoyasida dunyoga kelgan va Sharq Turkistonning yaqingi zamon tarixidagi muhim siyosiy arboblarning biri hisoblangan liderimiz marhum İsa Yusuf Aliptekin apandi 1995 yili 12 oyning 17 kuni Turkiya Istanbulda 94 yoshida olamdan o'tgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining kotibi doktor Erkin Ahmad apandimning riyosatchiligida o'tkazilgan bu qitimqi muhokama va suhbat yig'inida İsa Yusuf Aliptekin apandining hayotdagi kichik o'g'li Ilg'or Aliptekin, İsa Yusuf Aliptekin vaqfining raisi doktor Umar Qul, İsa apandining hayot vaqtidagi marhum bilan birga xizmat qilgan va marhum ustozimizning yonida bo'lgan Hamidxon Ko'kturk, Dolqin Aysa, Umar Qanat, Farhod Yo'rinqash apandilar o'zlarining ayni chog'dagi ta'sirot va aslamalarini o'tirg'i qo'yib o'tdi va yig'in qatnashchilarining marhum İsa Yusuf Aliptekin haqidagi savollarga javob berishga tirishdi. 17 dekabr Yevropa vaqti tushdan keyin soat 15 da boshlanadigan mazkur suhbatni Dunyo Uyg'ur qurultiyining Facebook va YouTube sahifalaridan naq maydondan ko'ra olasiz. Avstraliya parlament a'zolaridan Rex Patrick yaqinda Uyg'urlarning majburiy emgaki badalligi ishlangan har qanday mahsulotni Avstraliyaning import qilishni cheklash haqida o'zi hozirlagan qonun loyihasini parlamentda muzokaraga sundi. U bu vaqtda e'lon qilgan so'zda Xitoy kommunist hokimiyatining Uyg'urlarni majburiy emgakka selayotganligi inkor qilishga bo'lmaydigan reallikdir. Millionlagan kishilar hozir lagerlarga qamalib, majburiy emgakning qurboni bo'layotdi degan.
Shundaqla Avstraliya hukumatining Xitoy bilan bo'lgan erkin savdo kelishimiga binoan bu xil savdo aloqasidagi majburiy emgak mahsulotlariga bir ko'zini qisib olishi kishilik huquqni qo'g'dashda mag'lub bo'lganlik deb ko'rsatgan. Yaqinda Amerika hukumatining bu vaqtda keskin qaror elishiga ergishib ko'plagan davlatlar buningga ovoz qo'shishga boshladi. Avstraliya strategik siyosat instituti yaqinda Sharq Turkistondagi lagerlar sonining allaqachon 380 dan oshib ketganligini dalillab chiqqan bo'lib, mushuning o'zida Avstraliya hukumatining bu vaqtda jiddiy qaror elishi lozimligini eskartmoqda ekan. Noyabr ayının 5'ida Kanada Sharq Turkiston Birligi Tashkiloti Kanadada yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizni har shanba oila bo'yicha navbatlashib, Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi namoyish o'tkazish chaqiriqini o'ttirg'a qo'ygan edi. Shundan buyon bu xildagi namoyishlar Kanadaning Uyg'urlar biroz ko'p o'ltiraqlashgan Toronto, Vancouver, Edmonton shaharlarida uzilmay davom qilib kelmoqda. 12 dekabr shanba kuni bu shaharlardagi Uyg'ur qarindoshlarimiz Kanada hukumatining koronavirus haqida yo'lga qo'ygan karantin tadbirlariga qattiq amal qilgan asosda yana namoyishlarni davom qildirdi. Maraton shaklidagi bu xil namoyishning tub maqsadi Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoiy qilmishlarini fosh qilishdan iborat. Xitoy doiralari Xotan viloyatidagi o'rta boshlang'ich maktab o'quvchilariga to'r orqali Xitoyning atalmish vatanparvarlik tarbiyasini boshlagan. Shinxo agentligining oshkorlashicha, mazkur tarbiyalashtiruv 10 dekabr Xotandagi o'rta boshlang'ich maktab o'quvchilariga "Men va mening vatanim" nomli video filmini qo'yib berish bilan boshlangan. Ma'lum bo'lishicha, bu tarbiyalashtiruvga Xotandagi 400 mingdan ortiq o'rta boshlang'ich maktab o'quvchilarining hammasi qatnashtiriladi ekan. Kuzatuvchilarning ta'kidlashicha, Xitoyning Xotanda yo'lga qo'ygan mazkur digital tarbiyalashtiruv Uyg'ur bolalaridagi Uyg'ur kimlik ideologiyasini uzil-kesil yo'qotishni maqsad qilgan mingga yuyish harakati bo'lib, bu rayonda davom qilayotgan madaniyat qirg'inchiligining bir parchasi ekan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyingi qitimliq programmada ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.